Assalomu alaykum. Javohlirbek olim kuzatuvchilar, aziz obunachilar. Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'layotgan veli sayohatimizning 9-kuni mana shu yerdan boshlanadi azizlar. Aziz obunachilar, mana bugun Xudo xolasa kecha kechqurun ko'rsatganimdek, video obzor qilganimdek mana shu gostinitsadan hozir chiqib zavtrchalarni olib, Xudo xolasa mana qachoblar belik bilan chiqamiz yo'lga, nasib mana ko'rishlaring mumkin. Ichagi joy. Shu yerdan nasib qilamiz. Men bitta narsa demoqchiman. Videolar maksimalni tarqatib, like bosib, aktivni bo'layotgan hammaga kattakon rahmat. Azizlar, eng muhimi yodimga ko'tarildi. 20 dan oshimiz, 20 mingdan oshimiz. Kattakon rahmat hammanglarga. Xudo o'zi hammalarni qo'llasin. Mana shunchalik qo'llab yordam qilasizlar. Xudo xolasa Toshkent nima gap 50% Toshkent ko'rayotgan ekan. Akalar, ukalar, opalar, singillar mana shunaqasiga tarsillatib videolarni, kommentlarni yozib, bir-birimizga uzatib qo'yinglar iltimoslardan. Kattakon rahmat hammanglarga. Sirdaryo, O'zbekiston olg'a. Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'layotgan velo sayohatimiz davom etadi. Azizlar, bugun 9-kun. Kamina Javohlirbek Olimovich 20 ming bo'lganimiz bilan menda qandaydir hozir saletlarga, u narsaga hozir sharoit yo'q, to'g'risi. Uning uchun shaharga borishim kerak bo'ladi, qilishim kerak bo'ladi. Eng muhimi azizlar, men sizlarga shu narsani kattakon rahmat demoqchiman, chunki qo'ldan kelgancha maksimalni shunaqa bir 5 minut, 2 minut vaqtingizni ajratib videolarni like, kommentariyalar yozib yaqinlarga ulashayotganingizdan, aktivni ko'targanimizdan kattakon rahmatni xursandman. Endi hammaga shu narsani ulashmoqchimanki azizlar, qarab turinglar. Qanday go'zal bu olam, bir qarang dedi-ku. Ishoning. Mazza, ishoning, mazza. Mana shuni yodsiz. Onaxon, opaxon, singilchalar, qaranglar, manzara nima deyapti? Qushlar sayrab, dala bepoyon, keng dalada. Qaranglar. Mashalloh. Allohga hamdlar bo'lsin. Ishoning, hidi ifori vapshi shirin ekan, mana shunaqa ko'p bo'lib tursa agar. Qushlar sayramoqda, mana qaranglar. Qaranglar. Voydod, mana buni qaranglar. Mana qaranglar. Men sizlarga bir narsani ko'rsatmoqchiman. Xudo xolasa Tvergacha 24, Kilingacha 110, Moskvagacha 184 kilometr qoldi azizlar. Mana ob-havo yaxshi, sal shamol demasa. Alhamdulillah, Allohga ming qatna shukr. Mana duo qilib turganlaringiz uchun sog' salomatgina shu yo'lda davom etyapman. Hammangizga kattakon rahmat yana bir bor. Yo'lda davom etamiz xudo xolasa azizlar. Tverga to'sam yangi-yangitdan video obzorlar qilib, juda ham bir qiziqarli, obidaviy narsalarni qo'yishga harakat qilaman. Arxeologik narsalarni. Kattakon rahmat azizlar. Assalomu alaykum aka, videoga qatnashib qalaysiz? Sog'liqlarmi? Qatnashib aka. Ismingiz aka? Umurbek. Umurbek aka, Javohlirbek ismi aka, Sirdaryodan aka. Sardoba tumani. Siz qayerdan aka? Xorazmdan. Xorazmdansiz? Anqadanmisiz? Nima? Gapi. Safar qayerga bo'ldi? Safar xudo xolasa Sankt-Peterburgdan O'zbekistongacha velo sayohat. Ha, Sankt-Peterburgdan Ro'yamacha O'zbekiston. Xodimasi hamma narsa tanlab Xorazm olg'a, Xorazmdan bor. Hammaga alangali salom. Xorazmchasi qo'ying og'a. Xorazmchasini nima deymiz endi? Xorazm. Hammaga omad. Yana omad. Rahmat. Arzu niyatlar bilan chiqqan yo'llaringiz bo'laversin. Alloh imkonlarida yuring.
Hamisha. Молодец. Xorazm olg'a, Xorazm. Xorazm. Mana yo'lda ketyapmiz. Bahorasi Tverga yaqin qoldi aka. Qashqi 10 kilometr olmuş Bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Rajiv Toshimiz to'xtab Hasan Gurov turibdi aka. Assalomu alaykum aka. Qarshi bo'lsangiz video qolyapman aka. O'zi yaxshimi? Qayerdan aka? Tojikiston qayerdan? Xonobodon. Ko'p Xonobodonga chiqadi. Rahmat Allohga shukr aka. Tajikka tayib ko'rdingmi? Bo'ldi aka, to'xtamasiz rahmat aka. To'g'rimi ketasiz? Tver bilan hozir o'tib, aniq Moskvaga o'tib ketaman. O'zbek Sirdaryo viloyati Sardoba tumanidan aka o'zim. Xo'p. Akamiz shu tashakkur qilaman. Alloh rozi bo'lsin. Azizlar. Olsa. Udalaymiz. Udalishda. Instagram bormi aka? Instagram. Ha, bo'l azizlar. Yana ziyoddoshlarimiz ko'rib bayroq to'xtadi. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum aka. Charchamaysiz. Qayerdan aka? Navoiydamiz, o'zida. Sirdaryo Sardoba tumani aka. Sizlar Navoiydanmi? Ha. Ismingizmi aka? Shahzod aka, Javlonbek ismim aka. Muhrin aka, Javlonbek ismim. Davron aka. Bunaqa Javlon. Kerak yo'qmi? Peterdan O'zbekistonga aka, xudo xohlasa. Bittadan O'zbekistonga xudo xohlasa. Ha, mana Navoiylik akalarimiz birinchi marta Navoiylikda mana. Mana Navoiyliklar bosamiz endi. Kartangiz yo'qmi? Ha? Karta bazangiz yo'qmi? Ya, anaqada profilim tagiga yozib qo'yganman. Yo'q, kartaga matashayman. Ya, karta profilim tagida yozib turibdi aka. Bular endi bayroqdan to'liq bo'ldi. Rahmat aka, rahmat, joningiz sog' bo'lsin aka. Bayroqdan ko'rmaganman buni. Javlonbek Olimovich aka endi mana Nimagami? Instagramda. Bormisizlar? Ha. Mana Navoiylik akalarimiz. Nechinchi kun bugun? Bugun 9-kun. Javlonbek deb yozing. Kichkina harfda aka. Javlonbek. Chiziqcha? Pastki. Aha. Olimovich. Aziz obunachilar, meni ming bor kechirasizlar. Men o'zimcha sal kichik doirada o'ylabman. Vaziyat boshqacha ekan. O'rta Osiyolik obunachilarim bor ekan, mana kuzatib turgan. Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston, rahmat. Rosti juda ham xursand bo'ldim. Hozir kelgan mayda to'xtab meni kutib, obunachi ekan. Sizni anchadan beri kuzatyapman, yo'lga chiqqaningizdan beri deb mana shu yerga kelib mana suv ulashi mana qilib ketdi. Alloh rozi bo'lsin. O'rta Osiyo qaytmaymiz, O'rta Osiyo. Tojikiston, Bapesh, Qirg'iziston, olg'a bovurlarim, Qozog'iston. Turkmaniston olg'a, qiyosoqqa bosamiz gaziga. Miqti bo'ladi qo'y. Qozoq bovurlarim qay yerda? Kommentariyam portlatib berekchi. Olg'a Qozog'iston, Qirg'izistonda to'ji. Tojikiston. Rostdan xursand bo'ldim, rostdan. Hozir ham kommentimda 3 kishi yozdi. Qirg'izistonliklar ekan. Bizda ham ana qilib yozib, ana bizni ham gapirib o'ting, biz sizni atushi kuzatyapmiz deb ancha gapirdi. Kattakon rahmat Qirg'iziston. Qozog'istondan to'ji. O'rta Osiyo, xudo xolasa o'tdalaymiz birgalikda Osiyoliklar. Qo'llab-quvvatlaganlar uchun kattakon rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Rosti, Alloh rozi bo'lsin hammadan. Like bosib, kommentariyani yozib, O'rta Osiyoga tez tarqatamiz, xudo xolasa. O'talaymiz birgalikda. Kuzatish davom etinglar. Safarimiz Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha velo sayohat. Bir oy, hali bir oydan ko'proq vaqtimiz turibdi. Xudo xolasa faqat yelikda yurib boraman. Mashinaga o'tirish yo'q, xudo xolasa. Rahmat hammanglarga, aziz obunachilar. Bosamiz, xudo xolasa. Xursand bo'ldim rostdan, azizlar.